Xo'p, ushbu videoda ombor konsept haqida gaplashib o'tamiz. Ombor nima degan savol tug'ilsa, bu do'konimizda mavjud bo'lgan mahsulotlar ro'yxati. Hop, deylik, telefonga уже buyurtma berdik. Va bizda уже 40 ta mahsulotimiz bor do'konimizda va uni mahsulot sifatida platformaga qo'shmoqchimiz. Va buning uchun yangi mahsulot degan tugmani bosib shu sahifaga kira olamiz. Bu narsa ko'rinadi bizda. Mikrofon bos, mahsulot haqida gapiring. Bu narsa yana bitta zo'r funksiyalardan biri, o'zimga ham juda yoqadi. Mahsulot topgandan keyin formani to'ldirish kerak bo'ladi. Hop, uni brendi bor, telefonning markasi, ya'ni iPhone'mi, Samsungmi, modeli bor, mahsulotning nomi, kategoriyasi. Bu haqida ham keyinchalik gaplashib o'tamiz. Kategoriyalarni ham deylik, do'konda faqat telefon emas, boshqa narsa ham sotaman deydiganlar uchun o'zimiz kategoriya qo'shib olsa ham bo'ladi. Ya'ni sozlamalar orqali telefonda holati bor, ishlatilgan, yangi, uni ham belgilab o'tsa bo'ladi. Valyuta bu biz telefonni qaysi valyutada sotib olyapmiz, mahsulotni qaysi valyutada sotib oldik, shu narsa. Keyin tan narxi, keyin sotuv narxi. Keyin mahsulot rasmlari bor, hujjat rasmlari bor. Bundan tashqari hujjati bormi, yo'qmi, ya'ni korobkasi. Seriya raqami bor, ya'ni imeykasi. Seriya raqami ikkinchisi bor, ya'ni bittadan ortiq imeykali telefonlarga. Telefon xotirasi, rangi, sotuvchining ismi, keyin tavsifni xohlasa yozamiz, xohlamasa yozmay qo'yamiz. Keyin ta'minotchilar bor. Ta'minotchilar bular ya'ni dilerlar hisoblanadi. Deylik, biz har doim bitta joydan telefon oladigan bo'lsak, dilerlar ichiga, ya'ni ta'minotchilar sahifasiga o'tib yangi diler qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni nomi, telefon raqami, emaili, manzili. Hop, endi xohlasak bu narsani qo'lda kelib chiqsa bo'ladi. Xohlasak mikrofon orqali diktovka qilamiz va platforma o'zi, ya'ni bu narsa sun'iy intellekt orqali ishlaydi. Gapirgan gapimizni eshitib formani avtomatik to'ldiradi. iPhone 14 Pro, rangi qora, kelish narxi $400, sotilish narxi $450. Imeykasi 1 2 3 4 5 6, ikkinchi imeykasi 7 6 8 9. Olinib turgan odamning ismi Anvar aka. Batareykasi 85, xotirasi 256 ta. Dokumenti bor. Va ko'rib turganinglardek formani ovoz orqali to'ldirdim. Ya'ni ishimizni osonlashtirib beradi. Omborga mahsulot qo'shish ancha osonlashadi shuni hisobiga. Bitta sotuvchining ismini tushunishda qiynalibdi shekilli. Anvar aka deb yozib qo'yamiz. Qolganini mana sun'iy intellekt o'zi to'ldirib berdi. Hop, platformada sun'iy intellektdan iloji boricha foydalanganmiz.
чтобы ko'p narsani optimizatsiya qilish uchun. Shunaqa. Xo'p, endi mahsulot qo'shish. Xo'p, ko'p turganimizdek mahsulot qo'shildi. Endi xo'p, mahsulotni joylashuv degan narsa bor. Bu nima desak, delete telefonni olib ustiga berib qo'ysak bo'ladi. Ustiga berilganini ta'mirda qilib delete Doston aka deb turib yozib qo'ysak, ya'ni ta'mirda deb turib belgilanib bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, o'zgardi. Hop, bu narsani bitta o'zgartirsak bo'ladi. Omborga qaytarish qilamiz va sherikka berish desa ham bo'ladi. Davron. Sherikka bersak, shu narsa ko'rinadi. Ta'mirga berish, sherikka berish. Yo'qolgan deb belgilasak bo'ladi. Trinada yo'qoldi. Va avtomatik bu narsa o'zgaradi. Hop, endi yo'qolgan statusiga o'zgardi. Hop, endi buni omborga qaytarish qilamiz. Hop, hozircha shular. Endi mahsulotni o'zgartirmoqchi bo'lsak, tahrirlash qilib turib o'zgartirsak bo'ladi. Hujjat rasmlari bor. Bunga ham hujjat emas, mahsulot rasmlari qilaylik. Endi shuni qo'shib qo'ysam, saqlash. Hop, bo'ldi. Hop, keyin omborda filtrlarimiz bor, stikerlar bor, nusxalash. Hop, filtrlarimizdan kategoriya orqali filtrlasak bo'ladi. Ya'ni olasi kompyuter, olasi telefon, olasi televizor holati, yangi yoki ishlatilgan, joylashuvi, omborda, ta'mirda, sherikda, shunga o'xshash filtrlarimiz bor. Endi filtrlar bitta ham ko'rinadi. Olasi shularni ham tanlasak bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r tomoni statistikasi. Bu narsani xolasa yashirib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni jami tannarx, kutilgan foyda, yangi mahsulot. Xolasa buni yashirib qo'ysa bo'ladi. Keyin tannarx ko'rinmaydi. Bu ko'zda nimasi turadi? Uni ustiga sichqonchani borganimizda tannarx qanchalik ko'rsatib beradi. Keyin xotirasi, mahsulot haqida qisqacha ma'lumot, ya'ni. Hop, tahrirlashni ko'rib o'tdik. Nusxalash. Nusxalashda qana ko'rinishda bo'ladi desak, nusxalagandan keyin telefon shu ko'rinishda bo'ladi. Xususiyati, narxi, nomi. Shunchaki tezkor nusxalash uchun qo'shilgan bu. Ta'mirga berish, ularni ko'rib o'tdik. O'chirish va stiker chop etish va mana shu yana bitta zo'r funksiyalardan biri. Ombordagi mahsulotlar uchun stiker chiqarsak bo'ladi va buni telefonimizni orqasiga yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Bizda 3 xil o'lcham bor. Hozircha Xprinterga va Nimbotga moslaganmiz.
bitta keyin qo'shimcha ma'lumotlarni kirgizib printerni chekni chiqarsak bo'ladi, ya'ni stiker. Keyin bittadan ortiq mahsulot bo'lsa, deylik hamma mahsulotga chek chiqarmoqchiman desak, stikerlar degan tugmacha bor. Shuni bosganimizda xohlagan mahsulotlarimizni tanlaymiz, listini, ro'yxatini tanlab turib chop etish qilsak, o'lchami va razmeri chiqadi. O'lcham bilan razmerni tanlab turib, bu shrift o'lchami, ya'ni shrift qanchalik katta bo'lishi. Shuni tanlab turib PDF yaratish qilsak, bizda bitta PDF yaratadi va u PDFni printerga to'g'ridan-to'g'ri berib yuborsak, bittadan ortiq, ya'ni omborimizdagi hamma mahsulotni stikerini chiqarib olsak bo'ladi. Hop. Hozircha menimcha ombor haqida hamma narsani gaplashib bo'ldik. Keyingi videoda xudo xolasa sotuvlarni gaplashib o'tamiz.